Assalomu alaykum, hurmatli soliq to'lovchi. Biz sizga ushbu videorolik orqali tadbirkorlik subyektlari to'g'risida ma'lumot, interaktiv xizmatidan foydalanish bo'yicha qo'llanmani taqdim etamiz. Mazkur xizmat yordamida Soliq kodeksiga muvofiq soliq sirini tashkil etmaydigan ma'lumotlarni ochiq ma'lumotlar portali orqali erkin hamda bepul olish mumkin. Xizmatdan foydalanish uchun avvalo may3.soliq.uz elektron soliq xizmatlari portaliga kiring. Asosiy sahifadan barcha xizmatlar bo'limini tanlang. So'ng ochilgan oynadagi tadbirkorlik subyektlari to'g'risida ma'lumot xizmatiga o'ting. Qidiruv qatoriga soliq to'lovchining identifikatsiya raqamini kiriting. Keyin rasmda ko'rsatilgan arifmetik amal natijasini pastki qatorga yozib, qo'llash tugmasini bosing. Natijada Soliq kodeksiga asosan yuridik shaxsning soliq siriga kirmaydigan ma'lumotlari ekranda shakllanadi. Ushbu xizmat tadbirkorlik subyektlari haqida ishonchli va ochiq ma'lumot olishda sizga qulaylik yaratadi. E'tiboringiz uchun rahmat.